Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. PM News kanalida navbatdagi podkastimiz va bugun terma jamoa haqida gaplashamiz, chunki FIFA kunlari boshlanib ketdi va noyabr oyida barcha qit'alarda biz o'sha jahon chempionati saralash o'rtoqlik o'yinlariga guvoh bo'lyapmiz va bugun hamkasbim Muhammadiyor Soliyev bilan asosan endi terma jamoamiz haqida gaplashamiz, lekin boshqa terma jamoalarga ham qisqacha o'tamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib O'zbekiston terma jamoasiga to'xtalsak, Alliance Cup turnirida qatnashadi O'zbekiston terma jamoasi. Bu yerda o'sha Misr, Eron, Cabo Verde terma jamoalari bor va biz yarim final o'yinini, birinchi o'yinni Misrga qarshi bugun o'tkazamiz 15-noyabr sanasida. Va aynan mana shu o'yinga tarkibni e'lon qildi Fabio Cannavaro. Bu safar endi Timur Kapadzesiz. Bunga ham to'xtalib o'tamiz, chunki Kapadze ketdi terma jamoadan va o'zi boshqa yo'ldan yurishga qaror qildi. Bunga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Birinchi bo'lib terma jamoamizdan boshlasak, o'sha tarkib tanishtirildi. Muhammadiyor, qanaqa fikrlar sizda tarkibda? Yangiliklar? Tarkib asos baribir o'sha odatiy holatda saqlanib qolgan avvalgi tarkiblar bilan, faqatgina Cannavaroning imzosi sezildi. O'sha yangi murabbiy kelishida juda ko'p fikr mulohazalar, tanqidlar bo'ldi. Menimcha endi unutildi. Cannavaro juda ham professional yondashyapti ishiga. Superliganing har bitta bahsini qoldirmasdan har bitta o'yinni ko'ryapti, buni o'sha Instagram tarmog'iga ham joylayapti. Katanes paytida ham ko'rilgan yoki o'sha mutaxassislar bu yerda ko'rishgan, kuzatishgan deyiladi, lekin bu ommaga taqdim etilmaganda baribir shubha ostida qolavergandi. Lekin Cannavaro shu tomonlama juda jiddiy yondashyapti, vaqti kamligini ham biladi, har bitta o'yin qadrini ham biladi va Bahromovni chaqirdi. Terma jamoada debyut qiladi Sardorbek Bahromov, Nasaf yarim himoyachisi va Dostonbek Hamdamovning qaytishi. Hamdamov endi istalgan terma jamoada menimcha bosh murabbiy futbolchilardan ham so'rasa kerak. Yana kimni chaqirsa bo'ladi, kim bilan qanaqa shu tandemda yaxshi o'ynay olasan degan fikrlar ham bo'lsa kerak. Ayniqsa yangi kelganda va mana shu tarkibimizda Hamdamov bilan o'smirlar, yoshlar jamoasida klubda birga o'ynagan juda ko'p o'yinchilar borda. Shukurov, Ashurmatov, Eldor Shomurodov va bularning hammasi terma jamoaning o'sha liderlari. Kiyinish xonasida nutq qila oladigan futbolchilar va balki ularning tavsiyasi ham bo'lgandir Hamdamov masalasida. Shunaqa deb o'ylayapman. Yangiliklar bor. Bu safar meni eng qiynayotgan savol, darvoqe yana bitta yangilik bu Husniddin Aliqulov va Abduqodir Husanov. Qaysi ma'noda yangilik? U Cannavaro bilan bo'ladi. Cannavaro va nihoyat O'zbekistonning asl himoya tandemini ko'radi. Har qanaqasiga men o'ylaymanki, jahon chempionatiga sog' bo'lib tursa, bu ikki futbolchi asosiy tarkib vakillari bo'lib borishadi. Shularni ham ko'rib olishadi. Abbos Fayzullayev afsuski formada emas, uning holatini ko'rib oladi. Va bundan tashqari darvozabon masalasi. O'tkir Yusupov jahon chempionatigacha qaytishi mumkin, lekin ungacha baribir qanday holatda bo'ladi, o'yin amaliyoti qanaqa bo'ladi, ikkinchi darvozabon masalasini shu FIFA kunlarida aniqlash kerak. Martgacha bo'ldi. Endi terma jamoa yig'ilsa ham faqat mahalliy futbolchilar bilan yig'iladi. Shuning uchun qaysidir ma'noda yakuniy chaqirib olgan futbolchilardek jarohatlanganlar qaytadi, Masharipov, Yusupov, lekin ular hozir real holatda yo'qmi? Shuncha tekshiruvlardan keyin haqiqiy Cannavaro nigohida yig'ilgan terma jamoa shu deb o'ylayman. O'zi Bahromov o'sha Nasafdagi Chempionlar Ligasida ayniqsa o'sha ajoyib uzatmalarni ko'rdik, chindan ham bir sinab ko'rishga arziydi va rostdan ham men o'sha Hamdamovga ham to'xtalib o'tmoqchi edim. Ancha pasayish bo'ldi-yu, qanaqadir hattoki Paxtakor klubida o'sha Sardor Bog'chi tushsa ham o'yin taraflama sezilib qolayotgandi-da. Lekin oxirgi oylarda ham yetakchi bo'lib, ham maydondagi xatti-harakati bilan ham uni isbotlashni boshladi. Shuning uchun bir tarafdan haqli edi. Uni ham qaytishga bundoq qarasa sal bo'lsa-da asosi bor. Lekin hali asosiy tarkibga kirish uchun raqobat juda kuchli. Hamdamov pozitsiyasida ayniqsa juda qiyin bo'ladi, biroq qaytgani uni o'zi uchun menimcha sal ko'tarinkilik bo'ladi, qanaqadir o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi deb o'ylayman. Biroq o'sha darvozabon mavzusiga keling, yana to'xtalamiz. Mavzu qiziq, chunki asosiy darvozabonimiz qachon taxminan qaytishi hali aniq emas. Yo'q, hozir operatsiya bo'ldi, muvaffaqiyatli Germaniyada operatsiya bo'ldi, tiklanish jarayoni, lekin maydonga qaytish haqida hali aniq bir ma'lumot ham yo'qdi hattoki. Lekin baribir O'tkir Yusupovga ko'proq keyinchalik tayanilsa kerak deb o'ylayman. Baribir uni menimcha nazarimda Fabio Cannavaro ham kuzatgan o'sha saralashdagi o'yinlarni, uni qahramonliklarini. O'zi Yusuf olib chiqishda, shu jahon chempionatiga chiqishda eng katta rolni o'ynagan. 6 ochko unikida.
Biroq hozirgi darvozabonlarimiz bundan foydalanib qolishsa bo'ladi. Nematovda hozir to'g'ri biroz pasayish, lekin balki Nazarov ham to'g'ri yaxshi o'ynayapti, lekin asosiy darvozabon bo'lishiga hali sal Nazarov deb bo'lishi mumkin deysizmi? Yo'q, bo'lishim xohlayapman. Qanaqadir. Yo'q, to'g'ri formada. Juda ham formada-da. Uni sevlar bilan baholayapmiz-ku, lekin uni baribir darvozabon yarim jamoa bo'lib beradi-yu. O'tkir Yusuf shu narsasi, shuni energiyasini bera olardi. Faqat mahorat emas, o'sha maydondagi bosimni yechib, mentalitet. O'sha narsani men hali Nazarovda ko'rmadim, lekin Ergashev balki shuni bera olarmikin deb o'ylayapman. Shu mentalitet Nematovda zo'r o'z aslida. Ko'p o'ynamagan bo'lsa-da, mentalitet juda yuqori darajada Abduvohid Nematovda. Nasafda ham penalti tepadigan futbolchida, darvozabon bo'lishiga qaramasdan Super Kubok finalida borib penalti tepgan o'yinchida, ruhiyati juda ham zo'r, ammo hozir jismoniy holat, bundan tashqari so'nggi oylarda ochig'ini aytish kerak, Abduvohid Nematovda pasayish, xatolar ko'p va terma jamoada bitta xato keyin to'g'rilab bo'ladigan holat bo'lmay qolishi mumkin-da jahon chempionatida. Ha, men ham shunaqa fikrdaman, lekin hozir bir tarafdan O'tkir Yusuf jarohatdanligi, balki Kannavaro uni sinab olishi uchun yaxshi emasdir, lekin bir tarafdan qolgan darvozabonlar o'zlarini ko'rsatib olishlari uchun bitta imkoniyat bo'lyapti. Jahon chempionatigacha o'sha mentalitet shakllanib qolishi ham mumkin. Balki. Ko'ramiz. Yana xo'p, yarim himoyada endi raqobat juda ham kuchli. Menda Bo'riyev yo'q hozir shunda. Bo'riyev o'rniga Bahromov chaqirildi. Qolganlar bundoq qolsa o'sha kutilgan tarkib ekan. Faqat endi ojiz nuqta demagan bo'lardim-ku, biroz boshqa pozitsiyalar bilan solishtirilganda muammolisi bu o'ng qanot himoyasi deb o'ylayman. O'zi ikki qanot himoyasi ham to'g'risi. Alijonov va Nasrullayev zo'r, lekin o'rinbosarchi degan savol bor. Men Ibrohim Halil Yo'ldoshevga juda ishonardim mana shu masalada. Yaqin kelajakda asosiy tarkib vakili bo'ladi deb, lekin negadir oxirgi paytlarda Neftchida ham asosiy tarkibda juda ko'p o'ynamayapti. O'ng qanotda Hojiakbar Alijonov Osiyo Kubogida jarohat olganda, adashmasam u ham o'ng qanotda Sayfiyev o'ynashga majbur. Zafar Murod bor edi variantlar qatorida. Agar uchtalik himoya bilan o'ynaydigan bo'lsak, Az Turg'unboyev o'ynashi mumkin, lekin qanaqadir har bir pozitsiyada bormi? Norchayev chiqib kelyapti, yarim himoyada Bahromov chiqib kelyapti, lekin shu qanot himoyasida anchadan beri yangi o'yinchi chiqmayotgandek tuyulyapti. Chindan ham to'g'ri, hozir forma bo'yicha ham ko'proq narsa bera oladigan futbolchi Alijonov, lekin unga nimadir bo'lib qolsa, rostdan ham uni o'rnini bosish qiyin bo'lar ekan. Balki Sayfiyev ham ko'rdik-ku bir-ikki marta. Sayfiyev qo'ylar, lekin Sayfiyev ko'proq himoyaga keyin javob beradigan bo'ladi, to'g'rimi? Ijodkorlik unda sal kamroq bo'lib qoladi. Ko'ramiz, bir Kannavaroni o'zgarishi rejalari bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? O'sha taktik sxemaga asoslanib o'ynaveramizmi yoki nimadir yengilliklar bo'lib qolishi mumkinmi? Menimcha uchtalikka rozi. Uchtalik himoyaga. Chunki Abduqodir Husanov uchtalik uning uchun qulay edi. O'sha Lansdagi paytidan olib aytyapman. Manchester Cityda ba'zida o'ng qanot, ba'zida uchtalik o'ynayapti. Endi bu yerda muqim bir o'rni emas. Uston Aliqulov, Nasafdan chiqqan har bir himoyachi, hozir Paxtakor uchtalik himoyalanadi, Neftchi uchtalik himoyalanadi, Nasaf, ya'ni chempionatimizda chempionlik uchun kurashayotgan har bir jamoada uchtalik himoya-yu. Shuning uchun o'yinchilarni ham qiynab qo'yadimi degan bir xavotir bor-da. To'g'ri. Qisqasi shu Kannavaro boshchiligidagi jamoamiz bugun tunda Misr terma jamoasiga qarshi o'ynaydi. Endi raqib tarkibida yo'qotish borligini aytdingiz. Shunga ham to'xtalib o'tsangiz. Omar Marmush unashtirilayotganligi sababli mana shu uchrashuvni o'tkazib yuboradi. Salah uyida qanaqadir tadbir yo'qmi? Ya'ni bitta ildiz kerak. O'zi birinchi navbatda baribir tan olish kerak, to'g'ri. Endi Manchester City futbolchisi shundoq ham maydonda bo'ladi-da, Liverpool ham bo'lsa yaxshi-da. Yo, o'zi aytmoqchi bo'lganim, hozir to'g'ri bu o'rtoqlik maqomidagi turnir-ku, kichkina bitta turnir. Lekin unga bir natijasiga jiddiy qaror olmasi kerak. Hali Kannavaroni birinchi endi o'zi tanlagan tarkib va o'zi qanaqadir eksperimentlar qilib ko'rishi mumkin. Shuning uchun natija emas, birinchi hozir o'yinda nimadir detallarga e'tibor qaratish. U xohlaganini ola olishi muhimda. Shuning uchun hozir muxlislar birdaniga Kapatsi ketib, misol uchun yaxshi natija bo'lmasa, bo'lmam Misrga qarshi o'ynayapmiz. Ancha shakllangan jamoa. Bo'lmam oltin to'pga da'vogar bo'lgan futbolchisi bor, Salahdek. Undan tashqari boshqa chiziqdagi futbolchilar ham top chempionatlarida o'ynaydi. Shuning uchun hozir birdaniga natijaga emas, o'yinimizga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Kuchli bosim ostida qolsak, o'shanday vaziyatdan qanday chiqib ketamiz, shunga ko'proq qiziqyapman. Baribir Eron bizga bu narsani bermadi-da, ham qizil kartochka bunga to'sqinlik qilgandi.
Urugvay ham bermadi-da. Urugvay ham biz xohlagan o'sha kuchli jamoa bilan kelmadi. Jahon chempionatida biz kim bilan o'ynaymiz? Misr bilan o'ynaymiz, Urugvay bilan o'ynaymiz. Qanaqa o'ynaymiz? Ikkinchi raqamda baribir. Ular favorit har qanaqasiga va mana shu ikkinchi raqamda Kapadze, Cannavaro qanaqa jamoa qurishi, ikkinchi raqamda futbolchilar o'zini qanday tutishini ko'rib olishi muhim. Ya'ni muxlislar o'zimiz ham yorqin o'yinni, g'alabani xohlaymiz, kutamiz, umid qilamiz, lekin agar Misr birinchi raqamda o'ynaydigan bo'lsa, O'zbekiston maksimal imkoniyatlardan foydalanadigan bo'lsa, bu foydaliroq. Keyinchalik jahon chempionati tajribasi aynan shu. Oddiy jamoalar bilan o'ynab yutaversak, jahon chempionatida bizga aniq oddiy jamoa tushmaydi. O'zi har bir sohada bo'ladi-yu, qancha kuchli bilan raqobatlashsa yana kuchayib boradi-yu. Shuning uchun men bugungi o'yindan siz kabi natijani kutmayapman. Muhimi Cannavaro xohlaganini olsin, futbolchilardan, jamoadan qanaqa paytda qana chiqib ketadi, xarakterini tushunib olsin, o'zbek mentalitetini tushunib olish uchun zo'r o'yin. Qo'shilaman. Keyin yana bitta qo'shimcha qilgan bo'lardim. Misol uchun o'tgan mavsumdagi Nottinghamdan misol keltirmoqchiman. Nottingham chidab, keyin katta jamoalarni yutib qo'yardi-yu, qarshi hujumda o'ynab. Vaqtini kutish kerak. O'z vaqt soatini kutadi va himoyaga to'liq ishonsa bo'lardi-da, chunki hamma bitta mexanizmdek o'ynardi. Bizning himoyachilarimiz har bittasi zo'r, alohida olsak, lekin birgalikda ularni qanaqadir yaxlit ko'rish holati kam bo'ldi. Urugvay bu uchun jazolandi, misol uchun shu markazdan yorib kirib ketgan holatlarni ko'rdik. Shu narsani men ko'proq ko'rish xohlayman. Himoyamiz mustahkam bo'lsa, hujumda nimadir imkoniyatimiz bo'ladi deb o'ylayman. Baribir bunaqa iste'dodli futbolchilar yo'q joydan vaziyat qila oladigan futbolchilarimiz bor-da. Hujumda Oston bor, Eldor bor, Masharipov qaytadi. Ya'ni Abbos formaga kirsa xavfli, Hojimat, Turg'unboyev gol urib qo'yadi, lekin bu individual mahorat, lekin himoyada hech qachon individual o'ynab bo'lmaydi-da. Himoyaning individuali o'sha patkat tashlash bo'lishi mumkin, ammo oxirgi choradaymiz va fikringizga qo'shilaman. O'sha jahon chempionati hal qilinayotgan paytlarda ham eslay olmayman, mana shu kungacha 3 talik aniq himoyamiz to'liq bir paytda ikkita o'yinni yoki FIFA turlarida doim o'zgarib, doim kimdir yo'q-da. Birida Rustam Ashurmatov yo'q, birida Husniddin yo'q, birida Abduqodir yo'q. Ya'ni mening taxminim bo'yicha uchlik shu futbolchilar. Uchlik bir paytda bir jamoa bo'lib ko'p vaqt o'tkazgani yo'q-da. Ular bir-birini juda yaxshi bilishadi, muammo ham bo'lmasa kerak, lekin Cannavaroning uslubida 3 ta himoyachi qanday bir-birini tushunib olish kerak, qanday to'ldiradi, shu masalada baribir ishlash kerak. Xo'p, endi keling Timur Kapadzega to'xtalsak, Kapadze ketishga qaror qildi va ayrim manbalar aytishiga ko'ra Indoneziya terma jamoasining o'sha da'vogarlar ro'yxatida, ya'ni bosh murabbiylik da'vogarlar ro'yxatida va asosiy favoritlardan deb qaralyapti. Hatto uchrashgani haqida mana suratlari ham chiqib ketdi. Kapadzeni o'zi ham inkor qilgani yo'q, lekin hali bu rasman tasdiqlangani yo'q. Hali bu nima deydi, muzokaralar jarayonida bo'lib turibdi. Bu qarorga qanchalik qo'shilasiz? Biz to'g'risi bundan oldingi podkastlarda uni jahon chempionatiga mayli yordamchi bo'lib bo'lsa ham borishini xohlagan edi. Bunga rozi bo'lmadi. Bunga qanaqa qaraysiz? Bir yilni yutqazishini balkim o'ylagandir-da bosh murabbiy sifatida. U doim aytayotgani shu masalada mening o'z g'oyalarim bor, shuni singdirmoqchiman, o'z g'oyam bilan natija qayd etmoqchiman dedi. Endi yordamchi bo'lsa baribir uning g'oyalari, uning qarorlari ikkinchi darajali bo'ladi. Shu birinchi darajaga chiqishni xohladi. Aynan murabbiy shunchaki terma jamoa nuqtai nazaridan olib qaraganda emas, murabbiy nuqtai nazaridan qaraganda u o'sishni xohladi-da va bu to'g'ri deb o'ylayman. Juda ko'p variant chiqdi-yu. Vodiy klublari deyildi, Paxtakor deyildi, Lokomotiv real variant sifatida aytildi. Xitoy, Qozog'iston, hatto Qozog'iston terma jamoasi haqida ham fikr bo'ldi. Lekin Indoneziya zo'r deb o'ylayman, eng zo'r variant. Bu yerda o'sha niderlandiyalik futbolchilar, ya'ni taktik bemalol futbol ko'rsa bo'ladigan o'yinchilar, tarixiy ham bir Qozog'istonga borsa bosim bo'ladi-da. To'g'ri. Qozog'iston terma jamoasining muxlislari yoki o'sha u yerda raqiblar ham hech qaysi o'yinga Qozog'iston katta o'yinlarda favorit bo'lib tushmaydi-da. Indoneziya bilan zo'rda imkoniyat. Butun boshli jahon chempionati siklini noldan boshlaydi. Ya'ni u keyingi jahon chempionatiga qurib borish kerak. Endi Osiyo kubogiga ham menimcha tayyorgarlik bo'ladi. Osiyo kubogiga ham hech qancha o'sha muammo emasda, bitta jahon chempionati siklini o'tkazib borib, ya'ni 2026-yilda faqat o'rtoqlik o'yinlari bilan umuman bosimli turnir yo'qdi yaqin yillar orasida. Bu taraflama to'g'ri, Kapadze yutdi. Men ham qo'shilaman fikringizga. Kapadzeda ham bir oldin Janubiy Koreya terma jamoasi murabbiy ishladi-ku Indoneziyada. Esda bo'lsa Koreyani o'zini yutib qo'ygandi. Yoshlar jamoasidamidi. Koreyani o'zi keyin
qiynagandida, yutganmidi, durangmi nimadir qilgandida. Ya'ni u yerda sal erkinlik beriladi. Bu taraflari zo'r. Faqat Kapadzening o'zi jahon chempionati tajribasiga ega bo'lmasligi, ya'ni menga yordamchi bo'lib bo'lsa ham o'sha muhitni olishini xohlagandim-da. Menda ham shunaqa taassurot. Chunki men ham sezib turibman, siz ham kelajakda Kapadzeda baribir terma jamoaga yana qaytishini ishonaman to'g'risi. Balkim Cannavarodan keyin nasib qilsa Cannavaro zo'r natijalar bilan o'sha belgilangan muddatni ajoyib natijalar bilan yakunlasa, undan keyingi siklga yana Kapadze qaytadi degan ishonchim bor, umidim bor. Shuning uchun qo'shilaman fikringizga, jahon chempionatiga borib kelish juda katta tajriba. O'zi shu sababli ham murabbiy o'zgartirildi-yu jahon chempionati tajribasida. Ammo ketayotgan joyi, borayotgan joyi ham zo'rda. Endi hali rasmiy yoki bir ishonchli ma'lumot yo'q bu borada. Ammo Kluivert ketgan joyga boryapti. Bunisi ham bor. Cannavaro uning o'rniga kelgan bo'lsa, u Kluivertning o'rniga boryapti. Shuni ham sal xursand qiladi. Nima bo'lgan taqdirda ham albatta biz faqat omad tilaymiz Timur Kapadzega, chunki bilamiz uni iste'dodini. Hozirgi yosh murabbiylar ichida menimcha eng iste'dodlisi va hatto men terma jamoa murabbiyligi loyiq ko'rilgan insonda. Baribir shuning uchun ham biz qachondir baribir yana siz fikringizga qo'shilaman, ko'ramiz. Bu yetishib chiqayotgan yosh avlodni Kapadzedan ko'ra yaxshiroq biladigan o'z murabbiyning o'zi ham yo'q. Usti-ustak. Xo'p, terma jamoamiz demak bugun soat 9 da Misrga qarshi o'ynaydi. Agar unda g'alaba qozonadigan bo'lsak, finalda yana Eron bilan to'qnash kelishimiz mumkin, chunki Eron Cabo Verdeni penaltilar seriyasida mag'lubiyatga uchratdi. Shuning uchun bir tarafdan agar yutqizsak ham yutqizmas ekanmiz, chunki yangi tajriba orttiramiz, Cabo Verde bilan o'ynaymiz. Eron bilan o'ynab yurganmizda, chunki doim bu tarafi ham bor ekan. Shuning uchun ya'ni natijaga juda ham hozir qaramasak ham bo'lar ekan. Ya'ni boshqa tarafdan yutar ekanmiz, boshqacha tajriba olar ekanmiz. Xo'p, keyin bitta mavzuga to'xtalib o'tsak, endi FIFA kunlari-ku. Yevropa qit'asida ham baribir bitta Angliya hozircha muddatdan oldin naqd qilgandi. Fransiya qo'shildi. Kecha Fransiya qo'shildi va Portugaliya ham qo'shilishi mumkin edi, lekin Portugaliya Irlandiyaga yutqizib qo'ydi. Ronaldo qizil kartochka oldi. Undan tashqari o'zi 2 ta gol o'tkazib bo'lgandi. Portugaliya nima deb o'ylaysiz? Mana shu mavzuga to'xtalmoqchi edim. Qanaqadir Portugaliya o'ziga o'xshamadi-da. Portugaliyada muammolar kuzatilishi boshladi. Bu vaqtinchalikmi yoki sal jiddiy qarash kerakmi deb o'ylaysizmi bu mag'lubiyatga? Eng qiziq Roberto Martines davridagi eng yomon o'yinda bu. Martines kelgandan keyin Zbestga qo'yildi hozir murabbiy sifatida. Zbest yilning eng yaxshi murabbiyi bo'lishga nomzod. Faqat Millatlar Ligasi bilan bunga erishish qiyin-da. Baribir ketma-ket o'sha natijalar sababli va mana bu bahs. Undan oldin Vengriya bilan 2-2 hisobdagi durang, ya'ni unda yaxshi o'ynab turib durang qilib qo'ygan oxirida gol o'tkazib. Bunda o'yini ham chiqmadi. Baribir Ronaldo faktori bor ekanda. Ronaldoning o'yiniga ham bog'liq ekan. Buni sezilyapti. Bu degani Ronaldo halal berdi degan ma'noda emas. Portugaliya terma jamoasida dahshatli tarkib, yulduzlar, lekin hujumda Ronaldodan yaxshi variant ko'rmayman. Gonzalo Ramos Paris Saint-Germainda ham zaxira o'yinchisi. Hatto Mayolular uni zaxirada qoldiradi. Xuddi shunaqa holat, ya'ni Ronaldo bu tarkibdan chiqarsangiz o'rniga qo'yadigan o'yinchi yo'qda. Vengerlar hujumchi bo'lib o'ynab berish kerak bo'ladi. Shu ma'noda, ammo Portugaliyada bu vaqtinchalik holat deb o'ylayman. Kayfiyat o'tgan jahon chempionatidan ko'ra oilaga o'xshaydi-da hozirgi jamoa. Bir-birini qo'llab-quvvatlash, Ronaldo atrofida birlashish, Argentinani ham shu chempion qildi, Messi atrofida birlashish bitta maqsadda. Portugaliyada esa bo'linish bo'lganda, hozir bu shu bo'linish yo'q. Murabbiyning qarori evaziga endi jahon chempionatiga chiqishiga shubha ikkalamizda ham hech kimda yo'q. O'zi oxirgi turda mana Armaniston yutadi, o'shandan keyin durangda ham gollar farqi yaxshi ekan. Armaniston bilan durang ham yetarli edi hattoki. Mehmonda Ronaldo bo'lmaydi, mana ko'rib olish uchun qizil kartochka sababli o'ynadi. Bu o'yinda bitta narsani aytish kerak, Portugaliya ko'p zarba berdi deb o'ylashlari mumkin, lekin o'yinda Irlandiya himoyasi ancha mustahkam o'ynadi. Faqat nima deydi? Zarbalar ham 2-0 dan keyin zarba beradi. Shunaqaroq bo'ldi-da. Ya'ni o'yinni ko'rmasdan turib statistikaga qarab xulosa qilmaslik kerak demoqchiman. Portugaliya qanaqadir ko'p vaziyatlarda tavakkalli zarbalar ko'p bo'ldi-da. Juda ko'p zarbalar tavakkalligi bo'ldi. Guruhdagi vaziyatda mana hozir Portugaliya 10 ochkoga ega, Vengriyada 8 ochko, Irlandiyada 7 ochko. Chindan ham bunday qarashsa to'plar nisbatiga ko'ra baribir Portugaliya imkoniyati yaxshi va Irlandiya yirik hisobda yengilib ham qo'ymasligi kerak edi Vengriyaga baribir. Yana bitta tomoni bor ekan, hozir o'ylab qoldim. Qizil kartochkasi
qanchalik uzoqqa davom etar ekan? To'g'ridan to'g'ri qizil bo'ldi ustiga. Hozir jahon chempionatiga ham o'tadi, to'g'rimi? Agar ikkita o'yinga diskvalifikatsiya qilinadigan bo'lsa. Qoida bo'yicha shunaqa bo'lishi kerak, lekin juda qiziq mavzu ekan. Yo'q, hali bu rasman qanchaga diskvalifikatsiya bo'lgani noma'lum, lekin qiziq. Katta ehtimol ikkita bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri qizilda baribir. 2 yo 3 ta bo'ladi. Ikkita bo'ladigan bo'lsa, balkim birinchi turning jahon chempionati. Lekin o'zi qizil, g'alati qizil bo'ldi. Shunda Portugaliya o'zi ikkinchi o'ringa tushish kerak ekan. Ikkinchi o'rindan play-offda o'tkazib yuboradi o'sha qizil kartochkani. Qiziq. Mana shu vaziyatga ham bir to'xtalib o'tish kerak. Hozir men aniq ma'lumotim yo'q, lekin qizil ta'siri bo'ladi, to'g'ri. Keyingi rasmiy o'yin jahon chempionatida. FIFA, bu ham FIFA tasnifidagi musobaqa, FIFA saralash va keyingi o'yin bizda ham bo'ldi. Sersenbayev Osiyo kubogidagi FIFA saralash bo'lganligi uchun guruh bosqichini o'tkazib yubordi u yerda diskvalifikatsiya sabab. Shunaqa bo'lish ehtimoli bor. Mana 17 yoshlilarni esladingiz, shu bilan mavzuni keyin yana bitta mavzu Yevropada Italiya 17-0 hisobda Norvegiyani yutish kerak birinchi o'rin bilan chiqish uchun so'nggi turda katta intrigasi. Norvegiya yutdi. Italiya buyog'iga juda qiyin endi buyog'iga Norvegiyadan o'tib ketish. Italiya ham yutdi, 2-0 yutdi Italiya. Italiya 88-90-daqiqadagi golda Italiyaga g'alaba keltirdi. Gattuso 5 ta o'yinda 5 ta g'alaba, 16 tur 2 ta o'tkazilmi shunaqada zo'r seriyada. Afsuski Gattusogacha bo'ladigani bo'lgan. Spalletti. Chindan ham. Xo'p. Bu yo'q yana jahon chempionati saralash o'yinlari bor. Qiziqarli uchrashuvlar bor. Endi markaziy o'yin Ispaniya Gruziya bo'lar ekan. O'sha Ispaniyaga ham qisqacha to'xtalsak, Gruziya Turkiya asosiy ta'qibchisi hozir Ispaniyani. Turkiya misol uchun deylik, hozir Gruziyaga qarshi o'yinda Ispaniyada yaqqol favorit tushunib turibmiz, lekin baribir Pedrisiz, Yamalsiz mabodo ochko yo'qotib qo'ysa, rostdan vaziyat qaltis bo'lib qolar ekan. Turkiya yutadi-da baribir o'z o'yinini. Ya'ni Turkiyaning o'sha Gruziya bilan ikkita Bolgariya bilan edi Turkiya. Gruziya bilan ikkita uchrashuvda g'alaba qozondi. To'g'ridan to'g'ri raqibni 2 marta yengani baribir ustunlik beradi va o'yinlarda ko'rdikki, Turkiya juda kuchli edi Gruziyadan. Kenan Yildiz, Hakan, Arda Güler bu uchalasi uncha jamoaga borsa asosiy tarkib vakillarida baribir istalgan terma jamoada. Ispaniyaga ham kerak edi bunaqa uchta futbolchi. To'g'ri. Shuning uchun ochig'ini aytish kerak, Kvaratskheliyami yoki Turkiya yulduzlarimi desa, men Turkiya yulduzlarini jahon chempionatida ko'rishni xohlayman-da. Xvicha uchun achinarli. Mamardashvili paydo bo'ldi, keyin yana bitta hujumchisi bor-ku, Mikuatadze. Leon. Mikuatadze. Yo, Leondan o'tdi hozir, Ispaniyaga o'tdi. Villarrealda ham qayerdadir o'ynaydi. Yaxshi, chindan ham 3 ta yaqqol ajralib turgan futbolchi bor. Endi to'g'ri, Xvicha ulardan ancha tepada-yu. Hozir qiziq o'sha Yamalsiz ko'rish, Pedrisiz ko'rish, Gavi ham yo'q ustiga ustak. Ispaniyada De Laurentiis nima? De La Fuente. De La Fuente qanaqa iplar ekan, o'zi jahli ham chiqdi. Yamal jarohat bilan kelgandan keyin o'sha rejalarni biroz buzib qo'ydi. Shuning uchun ko'ramiz, bu o'yin ham qiziq bo'ladi. Xo'p, 17 yoshlilarga to'xtalsak, shu bilan keyin podkastimizni yakunlasak ham bo'ladi. 17 yoshlilarimiz mana play-offga chiqishdi, ikkinchi o'rin bilan Irlandiyaga baribir yutqizganimiz bizni ikkinchi o'rinda qolib ketishimizga sabab bo'ldi. 3-turda Panamani o'ta yirik hisobda 6-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdik. Xorvatiya bilan o'ynaymiz. 16 dan 1 finalda. Shu o'yinga qanaqa taxminlaringiz? Xorvatiya lekin ancha jiddiy raqib bo'ladi baribir. Juda jiddiy raqib. Kattalar toifasida so'nggi ikkita jahon chempionati yarim finalchisi va Xorvatiyaning doimo avlodi zo'r bo'lgan. Har bir avloddan qaysidir futbolchi yulduz bo'lib ketgan, yaxshi o'yinchilar yetishib chiqadi. Shu nuqtai nazardan bu tarkibda ham aniq kelajak yulduzlari bor. Keyinchalik mana bu futbolchilar bilan O'zbekiston o'ynagan deymizda, Pagbani aytamiz, Iniestani aytamiz-ku, shunaqa futbolchilar bo'lishi mumkin deb o'ylayapman. Ammo aniq outsider emas O'zbekiston terma jamoasi. Taktik futbolda O'zbekiston yaxshiroq ham, o'sha texnikali o'yinchilar nuqtai nazaridan yerda, maydonda to'pni olib yurishdi. Ammo ikkinchi qavatga ko'chadigan bo'lsa o'yin, shu qanotdan uzatmalar, standart vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, Xorvatiya eng jiddiy raqiblardan biri. Va biroz bizning ustunlik bo'lmagan nuqtamiz ham shu ikkinchi qavat deb o'ylayapman. Ha, bo'ydor futbolchilar bor, lekin butun tarkib bo'ydorda raqibda. Shu bor o'yinni shunga quradigan bo'lsa, hozir zamonaviy futbolda standartlar bilan yutib ketadigan jamoalar ko'paydi. Eng zo'r bo'lib turgan Arsenal ham standartlarga tayanyapti. Ya'ni standartlar bir ilmga aylandi, shu ilmda Xorvatiya kuchliroq deb o'ylayman. Qo'shilaman, o'zi bizani men muammomiz desak ham bo'ladi standart vaziyatlarni. Esimda hattoki Olimpiadaga chiqish uchun bo'lgan muhim o'yinda Indoneziya outdan qiynagandi bizni. Oddiy outni o'zi bilan.
borda ikkinchi qavatda baribir qanaqadir mayli Sersenbayev qaytar hujumda yordam bo'ladi, himoyaga ham yordam berishi mumkin, lekin Xorvatiya qaysidir ko'rsatuvda ham aytdingiz, 50% golni 6 goldan 3tasi bosh bilan urilgan. Shuning uchun bunga menimcha albatta Islombek Ismoilov ham yaxshi tayyorlasa kerak. Chunki o'zi Irlandiya bilan o'yinda shuni deb biz jazolandik. O'sha qanotdan bo'lgan uzatmalarni o'tkazib yuborish oqibatida. O'zi bunaqa raqibga qarshi eng zo'r usul hujumda o'ynashda. Imkoniyat kamroq bo'ladi. Orqa chiziqda bo'ladi-yu, ba'zi jamoalarni qurolni bilib turib himoyaga yotib olib, o'sha natijani ushlashga Xorvatiya bilan qiyinda. Chunki eng oxirgi qurol nima? Qanotdan uzatmalar bilan hujum qilish. Xorvatiyada eng xavfli qurol shu-da. Shusiz ham ular shunaqa o'ynaydi. Faqat birinchi raqamda oldinga chiqib o'yna olsak va o'yna olamiz deb o'ylayapman. Xorvatiyada imkoniyatlar juda kam bo'ladi. Umid qilamiz, albatta 17 yoshlilarimiz ayniqsa Panamaga qarshi uchrashuvdagi yirik g'alabadan keyin sal o'zlariga bo'lgan ishonchni yana ham oshirib olishdi, kayfiyatdan bir ko'tarinki bo'ladi deb o'ylayman va buni ham ta'siri bo'lsa kerak va qaytish ham bo'ladi. Bitta statistika bilan xursand qilmoqchiman. Irlandiya shu Xorvatiyani 4-0 yenganda Jahon chempionatidan oldingi o'yinda, ya'ni biz Irlandiya bilan o'ynab ko'rdik. Endi bu Irlandiyadan kuchsiz degan ma'noda aytmayapman. Ya'ni bemalol o'ynasa bo'ladi bu jamoa bilan. Shuning uchun xavotir olmasdan ko'rishga chaqiraman. Irlandiya debyutanti-da, adashmasam. Debyutant bo'lib turib, lekin debyutantlar qoldiryapti Fijidan tashqari. Uganda ham. Okeaniyadan kimki debyutant bo'lsa ham outsider. Fiji o'sha 16-0 yutqazgandan keyin o'zi eng ko'p kalta yegan jamoa shu bo'ldi. Yirik hisoblarda. Yangi Kaledoniya ham bir marta durang o'ynadi, hech bo'lmasa. O'zi qiziq bo'lyapti bu turnirni ham kuzatish, chunki sensatsiyalar hali bo'ladi deb o'ylayman. Fransiyadagi mana bunday oqibatni ko'rdik. 4 tadan ochko to'plab bir amallab chiqib oldi Fransiya. Undan tashqari Braziliya oxirgi turda durang o'ynab qo'ydi Zambiya bilan. Germaniyada hali o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Ispaniya chiqa olmagan hattoki. Bu yoshda hamma narsa bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bu yoshda afrikaliklar favorit bo'ladi doim. Chindan ham. Va shuning uchun biz bu safar o'tgan safar chorak finalgacha borgandik. Bu safar yenggandik. Bu safargi chorak final go'yoki yarim final deb bo'lar ekan. Chunki baribir yana bitta bosqich qo'shildi. Va agar nasib qilsa o'tib borsak Xorvatiyadan, u yerda yana ham jiddiy raqib bilan to'qnash kelishimiz mumkin ekan. Bu Italiya bo'lishi ehtimoli bor. Italiyada men ko'rdimda hammasi o'sha A seriyada o'ynaydigan futbolchilar, ichida ikkita Borussia Dortmund o'yinchisi. Bundesligada o'ynaydigan futbolchi bor va Inacio degan futbolchi juda xavfli ekan. Hali mana shu Inacioni 3 o'yinda 3 gol urdi. Har bir o'yinda gol urdi. O'zi hozir esimdan chiqib qoldi. Bitta mashhur futbolchining o'g'li ekan. U Napolida, Juventusda o'ynaganmi? Braziliyalik mashhur futbolchining o'g'li ekan. Hozirda to'g'ri nima deydi, munosabatlari yaxshi emas. U Italiyada qolgan, onasi bilan otasi Braziliyaga qaytib ketgan, lekin mashhur iste'dodli bitta futbolchining o'g'li ekan va o'g'lida ham iste'dodi bor ekan. Men ham sharhlagan o'yinimda ko'rdim. Haqiqiy natijaga o'ynaydigan jamoada. Yutadigan jamoalar shunaqa bo'ladi, natijaga o'ynaydigan jamoa shunaqa ko'rindi. Jiddiy bo'lajak raqibimiz nasib qilsa ungacha yetib olsak, albatta hali Italiya haqida ham gaplashamiz. Buguncha shular edi, qadrli do'stlar. PM News kanalida va yana qanaqadir maslahatingiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Shu yerda xayrlashamiz. Demak, sharhlovchilar Muhammad Yersoliyev hamda Hasan Turdaliyev bo'ldik bugun. Ko'rishguncha salomat bo'ling.